Chiroqni o'chirib yotgan kirvilanlar, bugungi hikoyamizni boshlaymiz. Bugungi birinchi hikoyani so'zlab bergan to'rdosh, mayliqi eng qo'rqinchli hikoya deb so'zlab 4 mingdan ortiq yurak tushgan bir hikoya bor. Shu hikoyani deb bergan bola shu. Bugun so'zlab bermoqchi bo'lganim bu bolaning dadasining beshidan o'tgan bir ishga taxminan 2000 yillar vaqt ketdik. Bir kuni dadasi uyga kech qopdi. Bu vaqtda allaqachon yarim kecha bo'lib ketgan vaqtga. U vaqtlarda yezning yo'llarining chirig'i ham yo'q. Uning ustiga bu dadasining motosining chirig'imi bir o'chib, bir yenib degandek. Shunda tasti yo'lni farq etib ketyapsa, uyga bek chiroq bo'lmagan bir do'qmushda birisini so'qib sapdi-da. Lekin kimni so'qayotganligini faqat ko'ramabdi. Yeniklan bir so'qilgandek bo'pti. Uning ustiga birisi so'qilib ketgandek his qilgan u vaqt dal mush motoning chirig'i o'chib qolgan vaqtga shunga texim aniq ko'ramabdi. Bir rasm atrofida voy men so'qiyotding deb gapirmagan keyin kar yo'q ketaveribdi. Öy kelib ham uxlay deb yetib turishig'lam shu darvoza shunday qattiq urilibdi-da, jon qilib. Shuning bilan darvozani ochib qarasa, ikki soqchi turg'udek. Soqchilarning birisi debdi: "Sen qarab tursak bir odam so'qib ketib barsinda, keyin bordiq biz seni ko'rib qoldik, menga idoraga bormiz" debdi. Bu dadashmi ichida voy tova, u vaqtda atrofda hech qanday odam yo'qdi deb o'ylab, ma'qul deb ular bilan bilmayapti. Ondan soqchilardan birisi motoni minibdi. Bu dadashni o'ttirga olibdi, yana bir soqchi motoning keyinda o'tiribdi. Minib heliq odam so'qayotgan do'qmishga kelay degan vaqtda bu moto shunchalik bir ig'irlashib ketgandek his qilibdi-da. Ondan bora motoning choqi havoda laylashga boshlabdi. Bunu da qo'rqib ketgan dadash bu ikkisining nima ekanligini allaqachon his qilib bo'pti-da, shuning bilan bu motodan kuchab o'zini yeg etibdi. Lekin mengayotgan bir narsadan yiqilib ketgandek bir tuyg'u yo'q-ka. Yegi shunchalik bir yenik tushibdi, atrofi qarsa, dal o'zi mush birsini so'qayotgandek his qilgan edi do'qmushga. Ajab naq joyiga tushibdi men deb o'ylab turishug'lar, yenidilda bir moto qo'zg'ilib mengib bu dadashni yenik so'qib o'tib ketiblar. Hech qanday kar yo'q ketaveribdi. Bu qarsa bu moto uy tarafga qarab ketib qolgan. Uning ustiga bu dadashmi boyatdan ishlardan shunchalik qo'rqib turgan bo'lgandan tezroq ketib olay deb, yiliq motochiga deb vaqirabdi-da. Meni mush motoringizni chiqarib olgan bo'lsangiz, og'ash ketgan bo'lsangiz deb gaqsa, u motochi gaqimay ketaveribdi. U moto night osti minib keladi. Xuddi o'zining motosideklam chirig'i birdi o'chib, birdi yenib, ashta ketib qolgan-ki. Motoning surati osti bo'lgan keyin bu dadashim keyindan qo'g'labdi. 50 metrda qo'g'lab bo'lgan vaqtda qarsa, bu moto shunchalik bir o'zining motosiga o'xshashga, hatto chiroqning yenishlaridan tortib. Motoning ustida o'ltirgan odami bir qarashdan o'zideklam ko'rinib ketibdi. Voy xato ko'rib qolgan o'xshayman deb o'ziga tasalli berib yana "Meni motoringizga chiqarib olgan bo'lsangiz" deb bir tarafdan shugagash, bir tarafdan gaqsa, qarish taraf bu gapni anglamagandek yana ketaveribdi. Bu dadash voz kechmay motoning keyinidan qo'g'labdi. Qo'g'lab dal mushu motoning chirig'i yongan paytida mushu motoga yetishyapti-da. Shunda qarsa, yiliq motoning ustida o'ltirgan odam dal o'ziga. Buni ko'rib bilan boyatdan qo'rqinchli ish hamma qo'rqinchli ishlarning ta'siridan bu dadash hoshidan ketibdi. Shundan bilan ko'zini ochsa uyda yotqidek. Shundan bilan bu to'rdashning opisi uyg'ondimi, oqshom yo'lda uxlab qoplig'i, elim yaxshima qo'shnimiz uchirtib qilib uyga og'ash kiribdi silni, hozir akirib yotqizib qo'yib turibdi deb ashta debdi. Buni ko'rib, bular tushum emasga deb o'ylabdi. Ondan dadasi mush to'rdashga depiribdi. Tunji qitimiliqi birsini so'qiyotgandek bo'lib, oldiga mangan vaqtda so'qiyotgan yerdan boshlab xuddi birisi agishib olgandek, xuddi birisi o'zini chaqagandek ashta bir tuyg'u bo'pti-ki. Atrofida hech narsa yo'qda, o'zi ko'rolmaydi. Shunda biribdi-ki. Endi men bunga o'xshab ketgan hikoyalarni burun anglab boqqan, lekin buni nima deb tushunamiz endi parallel dunyodamdiq yoki o'zinglarning tushunchisini pinlancha yezib qo'ysanglar bo'ldi. İkinci hikayeni so'zlab bergan qiz to'rdash 2020-yili o'qish bitirib, andan Sanjidagi bir yemak-ichmak shirkatiga praktikaga tushibdi. Bular bo'lgan vaqtda shirkatning o'zida praktika qilayotgan ko'n o'quvchilar bor ekanda, shunga bularni vaqtincha yetib turinglar deb bir 2 qavatli koridorlik bir ko'ni binoga o'rlashtirib qo'yibdi. Ondan shu ko'na praktika qilayotgan o'quvchilar bularga eskartib tepdi-da, bu binoda, ya'ni mush ko'ni binoda ba'zi bir g'alit ishlar bo'lib turdi, bek tinch emas, diqqat qilinglar degan bo'pti. Ondan mush binoning keyinda yolg'izlan bir qabr bor deb turibdi. Bu bolalarni halam deb qo'yibdi. Bir necha kungacha hech qanday bir g'alitlik yuz bermabdi. Bir kuni o'rtasa mush yondagi yotoqdagi bir qiz savoqdishi deb beribdi bu qizga.
O qizning deyishicha, yerim kechada uyqusi kelmay, tamtirab qarab shu telefon o'ynab yotsa, ustida yotadigan bu qizchu. Xuddi keyinga qara degandek bir ovoz anglanibdi. Kimga qotqandu xiyoliy tuyg'unmi ya deb. Shunda keyinga qarasa, bu yotoqning ichida oydan bir kechgandu u. Eshik tarafda bir oppoq kiyim kiyib olgan bir mo'may bir xil illiq kulimsirguncha bu qiz qarab turganda, shuna bilan bu qiz degan vaqirab, chiqirab bo'y jin baka deb. Ashta qipti. Chiroqlarni yo'ritib qarasa, u mo'mayim yo'qolib ketgandan keyin boshqa bolalar voy sen tush ko'ribsa, qor bisib qopti debdi. Lekin bu qiz mush telefon o'ynayotgan vaqtda uchirgan ishga u uxlab qolgan bir holatda emas ekan to'q. Buni anglab, anglag'uchi qizlarmi bek ishongisi kelmay qipti. Andan bu hikoyani so'zlab bergan qiz bir kuni mush baybar ishlab yotoqqa boldiroq qaytibdi. Andan mush kir yuvib, kirni chayqagan suzuk bir suvni mush koridor tarafga chechib yetibdi. Chechib poplam bu yeyip chechibdimi deb o'ylabdi, lekin bekmi iranishib ketmabdi. Kech kiribdi. Yiliqi bolalarning gapidan keyin bu yotoq binosidagi qizlar kechda asosan obniga chiqmaydi-ku. Kun o'tiraydigan vaqtimiz to'plashib birga chiqib olgan, anondan keyin asosan chiqmaydi ekan to'q. Bu qizning soat 6lar bilan bir hojatxona chiqqisi kelibdi. Shuning bilan qizlarni chiqish beringlar desa, biz bu yerdan chiqib kirib ekanmiz deb hech kim chiqish bermabdi. Ondan o'sha yotoq boshqurdigan bir ojish nim bo'ldi deb so'rab ekan to'q, hojatxona chiqish bergan bo'lsangiz deb shu ojish bilan birga chiqqan bo'pti. Ondan shu kuni kechasi uxlab yerim kecha bilan uyg'onib ketib, o'zi uyg'oq bilan uxlab qolganlikning o'ttirsidagi bir vaqtda sagakkan to'q, lekin bu qiz dum yetib uxlabdi ekan. Ustiga ig'ir bir 4 putliq narsa chiqyapti-da, dumimiz shunda ig'ir bo'lib ketibdi. Bu qiz o'rlaydisim o'rlanmabdi, shunda taslikda beshini mushta burab dumimizga qarsa, mana quloqlari yo'g'on deydi. Ondan burni ushluq, shunchalik bir g'alati bir narsa deydi, odamning chiroyiga o'xshamaydigan. Ashta bir narsa turgan dumimizning ustida. U ig'ir narsa xil uzunmishda bisilib, anandan keyin birdan gilni siqqandek bo'lib degandek shunda qiynalib bu kechini shunda test o'tkazibdi. Bu qiz o'ylaydi-ki, hamdi men shu koridor tarafga iliq suvni chechib etganligim uchun birasiga suv chechirab ketib, ashta kechachma uxlayolmagan o'xshayman, shu ishning sababi bo'lib qolgan o'xshaydi deb o'ylaydi-ki. Birinchi hikoyani so'zlab bergan to'rdashning bu do'stining dadasi yo'liqqan bir g'alati ishga. Do'stining dadasi Qashqardan Urumchiga shu yuk mashinasi haydaydi. Odatda unda mashinalarni ishga haydaydi-ku. Yana bir shofirning ish chiqib qolibdi-ku u kunlarda. Shuning bilan dadasi yukni shu Urumchiga olib tushirib yetib, shu kashib ketsimi, garchi yana bu Qashqarga qarab yo'lga chiqibdi. Mengab yerim kech soat 2-3lar bo'lib ketgan vaqtida shunda uyqusi kelib, ya to'xtab aramasam bo'larmi ya deb o'ylab ketib bir ayol mashina to'sibdi. Shuning bilan bu cho'l jazirning o'ttirisida bir ayol qanday paydo bo'lib qolgandi deb xiyol qilib, mashina sal ostiltib shu ayolning oldidan o'tib ketayotgan vaqtida sapsilib qarasa, yeliq ayol dal o'zining opisiga. Buni ko'rib, shundan bir qo'rqibdi-da, shuning bilan 1 kilometr yan oldiga menib yetib, mashinani to'xtatib, opisiga telefon qilibdi. Opisi yerim kecha telefon qilib qolsang bolam debdi. Sen hozir nada apa desam, men uydigo debdi. Shuning bilan deb ortiq gap qilmay, shuning bilan darhol haydab mush Qashqarga akib yetib mashinani. Shuningdan keyin kechasi qat'iy bo'lmaydigan bo'pti-ku. Mush bir g'alati ishni deb berdi. Ya'ni shu yo'ldagi kech xalqining ma'lum birsi bu dadashning ko'ziga hamdi. O'zining opisining siyaqida ko'rinibdi-da. O'ylab qoldim hamdi, bulam yomonki. Boshqa odamning siyaqida ko'rinsam to'xtamay qolamki deb, opisining suratida ko'ringan gap. Eng oxirgi hikoyani so'zlab bergan to'rdashdan shu ikkinchi bolasi tug'ilgan vaqtlarda qaynopasining uyida yuz bergan ishga, ikkinchi bolasi tug'ilib 40dan chiqmagan vaqtida ayoli, andan o'zi, andan qaynopasi, andan shu yangi tug'ilgan bolasi qatorliqlar bir uyda yetibdi-da. Shu 40 chiqmagan ayollar ba uyning chirig'ini 40 kungacha o'chamaydi deydigan bir gap borki. Shunga uyning chirig'ini o'chamaylamashda uxlab yetibdi-ku. Uxlasa, tushida ko'ribdi. Eshikdan bir qora bir narsa kiriblam o'ziga itilib kelayotgandek, shuning bilan tepib, urib degdek yaqin keltirmabdi. Yaqin keltirmasa, bu qor narsa o'tlab o'tiblam yilqi bolasi tarafga qarab surilib mengibdi-da. Shuning bilan yilqi qor narsa bilan bu aka shunda bir urushib ketibdi hamdi. Shu qo'liga nima chiqsa shuning bilan urib degandek aron taslikdagi qor narsani yengib olib qo'g'ilib yetib, bolasini ashta qo'g'dab qolgan bo'pti. Ondan eshik g'ich qilib ochilgandek qilib qopdi, shuning bilan o'zim uyg'ongandek bo'pti.
Qarasa ishik tarafdan kirganim shu düpdügülek holatdagi bir istaydi, tutundek bir narsaga shu torang-turang ovozlarni chiqarib uydagi narsalarga urilib so'qilib işte kirib ash uyda qo'yib qo'ygan bir uzun yillik bir ko'za bor ekan, suv oldigan ko'za. Ashdan keyin o'tiblam yo'qolib ketibdi. Shuning bilan yana chiqib qolarmi deb qarab tursimi, qayta paydo bo'lmabdi. Demak, yiliqi tushi bilan yiliqi amaliyot tushunchalik bir birlashib ketganda, tushida moshda bir qor narsa ko'rgan, hamda uyga qoldidimi, eshik ichilib tashda bir qor narsa kirganda, endi bu akash qo'qqanidan ash yotgan yer dumbilarim shu ko'pa shunda yo'lib ketibdi deydi. Təlib bir dal tüküdüm, bir dal təcik tipdi. Hayatımda mən anda qo'rqab baxmabdı ekanman deb shunda badi. Ondan bu akashning birinchi bolasi, ya'ni cho'ng bolasi kichik vaqtlarda bu bolasini elib ma'lum bir tuqqunning uyiga beribdi. U tuqqun endi xeyli yomon bir doktor ekan. Bu odam ko'riblam. Endi desam ansirab ketmanglar, lekin ma balanglarga bir narsalar ko'rindiki. Lekin bu balani qo'rqitib etmaydi, lekin ma bala endi o'zi qo'rqidiki, u narsa tuyuqsiz paydo bo'lib qolib, ma balani tushitdiki. Bu ishni boshqalarga demanglar, yeshdan cho'ng bo'lishiga ergishib, u ko'rinishlar yo'qolib ketadi debdi. U tuqqunning uydan qaytib kelgandan keyin bu bolasini ko'z tutishga boshlabdi. Haqiqatan bu bolasi mush uyda yolg'iz o'tirgan vaqtida mush tomning bulon tarafiga qarab, og'izdagi emizakni ilib, "Ma imamsa" deb boshda havoga qarab bilan birsilar işte paranglashayotganda bu ishlarni ko'rib shuni ham hayronlik his qilibdi. Ash doktor tuqqunimizning degan gap biroz o'xshaydi deganlarni his qilibdi. Ondan bu bola cho'ng bo'lib, taxminan 5-6 yoshlarga kirgan vaqtda bu bola o'zi deb biribdi. Bu bolaning ko'ziga bir buvay ko'ringanda, bu buvay shu nega bo'lsa ashiyatda tuyuqsizdan paydo bo'lib qoldi ekan, masalan, tuqqanlarning uyga bo'lsa u yerdan paydo bo'lib qoldi ekan. Paydo bo'lib bu bola qarab turdi ekan. Hech qanday yakka qilmaydi ekan, ya boshqa harakatlarni qilmaydi ekan, faqat bu bolaga tikilib qarab o'tirdi ekanda. Ashunda bir ishlar bo'pti ekan. Endi bu to'rdosh akash yana shu o'zining dadasidan pishiq kelgan bir ishni deb berdi. Endi burungi zamonlarda bu akashning dadasi shu ko'mir kon ishlaydigan to'q. Yerim kechida jibar turgan vaqtlarda shu ko'mir kondagi bir quduqqa o't yiqib, shu o'tning atrofida isinib o'ltasa bir kuni. Taxminan yerim kech soat 2-3 bo'lib ketgan vaqt ekan to'q. Tuyuqsizlar nerdan paydo bo'lganini uqmaydi, bir ona bola paydo bo'lib qopti-da. Bir ona bilan qiz. Bularmum shu o'tqa qoqinib, o'tsinib o'ltiribdi, shu yakaplam. Ana bu dadash xiyolda shu yerim kechida men o'xshash jibar ishlayotgan birasiga tomoqqa kep bergilik hega o'xshaydi bu ikkisi deganlarni o'ylab, bekchiqmi o'ylamabdi. Shuning bilan o'ltag'anch bu g'alitlik his qilibdi-ku. Bu yerim kechi bilan bular deb qo'rqmaymish kelalabda deganlarni o'ylab, o'ltasa bu o'tning endi o'ltiribmi bir xil to'ngligandek his qilibdi o'zi. Temperatura shunchalik bir tuvallab ketgandek his qilibdi-da. Shuning bilan asta bu ona bolaga sapsilishga boshlabdi. Bular bir ig'izga qilmay chiroy ifodasimi bir xillam mush o'tga qarablam qo'lini mush o'tga tiklab o'ltirganka. Shunda qarsa har ikkilisining tirnaqi xuddi to'xoning tirnaqidek ham ushluq, ham qop-qora ishda o'sib ketganka. Shuning bilan bu dadashmo deb o'zining nimalarni ko'rganligini his qilib yetibdi. Onandan keyin midrab qolib ketmoqchi bo'pti-yu, lekin badani xuddi qitib qolgandek put-qo'llari qat'iy harakat qilmabdi. Shunda bir o'ltirib xil uzundan keyin put-qo'li azroq midralab harakat qilgandek bo'pti. Ondan yana qo'rqmay bu dadash. Mushqaqning tumbisi kavak xuldi deyotdi, men bir qarab boqmaymanmi deb. Asta o'mlab o'tni cho'rdib oshqaqning keyniga boray deganda shunda qarsa bular yo'qolib ketdilar, lop-lop yo'qolib ketibdi. Voy bular yo'qolib ketdi-ku deb hayron qilib to'rt atrofga qarsa bu ikki ona bola ammo dodashning keynida mush dodashga o'xshash o'mlab kelayotganda harakatini to'rab. Buni ko'rib shundan bir qo'rqibdi. Bu ahvolni unutib qolmabdi xil uzungacha. Endi u ko'mir konda burilmish kon o'rilib tushish sababidan nurg'un kishilar hayotdan ayrilgan ashta bir ahvollar bo'pti. Shuningdan e'tiboran bu yerlar unda bek tinch emas ekan-ku. Har xil yangi ishlar doim yuz berib turgan-ku. Ma'qulamsa bugungi hikoyamiz misal oyoqlashdi yoqtirgan bo'lsanglar ko'proq taqib, ko'njo qilib qo'yasizlar.